ham menga o'xshab nonushtaga oddiy tuxum va sosiskalardan zerikkan bo'lsangiz, ekranga yaqinroq keling. Sizlarga zo'r retsept o'rgatib qo'yaman. Tvorog va bir nechta oddiy mahsulotdan aerogrillda mana shunday yumshoq воздушный vatrushkalar tayyorladim. Siz ham vatrushkani hech qanday pech va duxovkalarsiz aerogrillda tayyorlashni bilarmidingiz? Bu juda ham oson, naq 15 minut vaqtingiz ketadi. Menga o'xshab uyingizda shunaqa pergamin qog'ozinglar qolmagan bo'lsa, bir vaqtda o'qishda o'qib yurganinglardagi daftaringlarni qog'ozdan foydalanishingiz mumkin. Videoda ko'rsatilgandek qilib vatrushkamizni xamirini tayyorlab olamiz va uyinglardagi bor stakandan foydalanib shakl berib olamiz. Ustiga grechskiy yogurt surtib, bezatish uchun xolodilniklarni burchagida yotgan, topgan tutgan mevalardan so'singlar bo'ladi. Buni pishirish uchun esa ishni aerogrillga topshirasizlar. Sizlar faqat play tugmasini bossanglar bas. Ishoninglar, qizlarjonlar, bunda pishirish juda ham oson. Sizlardan hech qanaqa vaqt ham, mehnat ham talab qilmaydi. Mana bizning to'yimli, oqsillarga boy nonushtamiz tayyor. Endi buni paqqos tushirsak bo'ldi. Bu retseptni albatta saqlab qo'ying. Yoqimli ishtaha.